Ina xudo xolasa jizziqli Petir yapıp boshlanildi. Ya mozaikali tandirda chiqqan Petirlayni. Shuni. Ina imonda mozaikali tandir bu. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, hurmatli obunachilar. Hozir biz mozaikali tandir yanida o'tiribmiz. Shu tandirda endi xudo xolasa non yopilyapti hozir. Chiqaradi. Shular to'g'risida hozir video davomida ko'rib boraveramiz yana. Bu 70lik tandir bu. Mozaikali. Mozaikali shunday deb yasaladi bu. Gotov. Bu 70lik tandir bu. Şu obishni bir 5-6 10 yaqin odam yashaydi. Obishni o'rtacha 6-7 odam yashaydigan xo'jaliklari normalni yetib, maksimalni yetib ortiq qoladi ekan. Hozir video davomida ko'rib boraveramiz esa bir like'larni bosib tarqatib qo'yaverasizlar. Ketdik esa. Imonda mozaikali tandir bu. Mozaikali ya'ni inshubech. Bu kafel bastellari uriladi ko'pincha. Nima uchun bu shunday figurali yerlarga ketadi. Tomoq bo'lsa-ham bu bo'lak-bo'lak bo'ladi. Oralari keyin diqiladi endi. Narsa bilan. Shunda diqiladigan yonib turibdi bu hozir xudo xolasa. Uzoqdan ham ko'rsatib beramiz. Shunday tandir. Ajoyib yurtmanlarni shifratib qo'yasizlar. Hozir yomg'ir yog'ib turibdi sel. Shamol ham bo'lib turibdi. Ovoz xira bo'lsa, endi uzunlikni oyoqlar ham bor digirjaklarini. Yurtmanlarimiz. O't yonib içinde. Esa video davomida non yopish jarayonlarini ham ko'rib boraveramiz. Xudo xolasa jizziqli Petir yapıp boshlanildi. Yurtmanlarimiz. Gök, jizziq aralash bu. Maşallah yurtmanlarimiz. Yozilib shunday. Shunday deb gök aralash jizziqli Petir bu. Jizziqli Petir, go'shli Petir bu. Ko'katlar ham aralashib ketaveradi. Shunday. Mozaikali tandir ekranda nomerlarni qo'yamiz. Kimga agar qiziq bo'lsa, aloqa chiqarasizlar. Bu 70lik tandir ekan bu. 70lik tandir bu. Liboy xo'jalikka bo'ladi shu 70lik. Biz baholarni kelsak, ekranda nomerlarni qo'yamiz. Aloqa chiqarasizlar. Oy talashib 1 million 900, 2 million, 1 million 900 deydi shu 70liklari. Agar 80lik kimga ichki kerak bo'lsa, aloqa chiqib olaverasizlar. Ajoyib bo'lib pishyapti. Toza yapılganları. Shu bir yapılışda 7-8'i sig'adi ekan shu ullaliqda bo'lsa, nonlar. 7-8 sig'adi ekan. Bir qizganda 30 dan ziyod chiqaradi ekan shu 70lik tandir. Ko'raverasizlar, ekranda nomerlar aloqa chiqaverasizlar. Do'stlar, hurmatli yurtdoshlar. Mozaikali tandirda chiqqan Petirlayni. Shunday deb o'ralib turibdi. Jizziqli Petirlar ham oralash, oddiy Petir ham oralash bo'lib turibdi. Yurtmanlaringizni yoldirab chiqdi. Ajoyib bo'ldi. Endi bildim buni yeyish kerak dedi-ku. Endi ajoyib bo'lib chiqdi Petirlar. Xorazm Petirlari bu yurtmanlarimiz. Buni ko'proq gruppalara, do'stlar, birodar, qarindoshlaringizga tarqatib qo'yaverasizlar. Agar kimda shu mozaikalimi, oddiy tandirmi farqi yo'q. Agar tandir ojoq bo'lsangiz, Polni Xorazm bo'ylab dastlabki bor ekan. Tandir uzatadigan usta bolani adi Jo'shqinbek. Ekranda u nomerlar aloqa chiqasizlar. Kelishilgan holda Xorazm bo'ylab hamma dastlabki ham borda ketdi. Batafsil ma'lumotlarni qolgan hamma ma'lumotlarni telefonda olishlaringiz mumkin do'stlar. Uni ko'proq tarqatib qo'yaverasizlar. E'tiborlaringiz uchun kattakon
Rahmet. Ina ya Peter yapıyor. Easy ina. Xudo xolasa ina ulu non ina. Ulu non yapılıyatır ina. Şimdi tikaç urulib, azatilib yapıladi bu ina. Rapide qo'yib. Ina bundan bitti vaylar için kichkina non ina. Shunday deyib yapıladi ina. Görüp turganlaringizni. Bu qalin tandır bo'ladi ekan. Bir qizsa biroz vaqt yetadi ekan. Görüp turganlaringiz. Deb yapıladi bu. Görüp turganlaringizni. Ina kichkina nonam bor metti vaylar ayna. Görüp turganlaringizni. Ina. Shunday endi ulu non yapılayotir ina. Zareyonlari yetib turibdi. Ina, görüp turganlaringizni 7-8 non bemalol sig'adi ekan. Tiyinadam sig'adi, balandroqdan bo'lsa ko'proq ham sig'adi ekan bunga ina. Görüp turganlaringiz 70lik tandir bu. Ko'p odam 70, 80, 90 desa yaxshi biladi ina. Ina shunday deyib chiqadir. Xudo xolasa shishi bejoy. Görüp boraverasizlar. Görüp turganlaringizni xudo xolasa pishayotir ina. Nonlar. Hiç yok. Ina nonlar ham chiqdi ina xo'shroy bo'lib. Tandırda ina. Ajoyib ina görüp turganlaringizni. Bir qizganda 3 kulta bilan qizdimi? Ha? 3 kulta bilan qizadi ekan. 70lik tandır ajoyib ina. Ina ajoyib görüp turganlaringizni. Ina. Ekranda onu ömürlərə aloqa chiqaverasiz. Analara qo'yib yuraverasizlar. Ana shunday.